yaqinda bir hafta bo'ldimikin yoki bo'lmadimikin, balki shu insonlar oramizda bordir, men bilan bilmayman. Meni ko'zimga bir narsa yosh keltirdi. Bomdoddan keyin bir joyga borishimiz kerak edi. Do'stlarimiz aytdiki, bir u yoqqa borgunimizcha qornimiz och qolib ketadi, yo'lda shu bir ikkita shashlik yeb ketaylik dedi. Ha, xo'p dedim. Shundan mashinadan tushsam, namozxon tanish o'rtoqlarimdan bittasi mashinasini orqasini ochib o'tirmoqchi. O'zini mashinasi. Bunday qarasam, o'rtada haligi tirsak qo'yadigan joyda shashlik turibdi. Ichkarida bir odam bor. Keyin men hazillashib aytdimki, "Ha, ichkarida joy qolmabdimi?" dedim. Desam, eshikni shundoq yopdi-da, sekin kelib, "Qoraga uzr, onam o'tiribdilar" dedi. Onasi shashlik yemoqchi. Shu shashlikxonadan olib uyga olib borsa bo'ladi. Sovuq qolmasin debdi-da. Ichkarida erkaklar o'tiribdi, onamni erkaklar oldiga olib kirmay deb turib, mashinaning ichida shashlik olib beryapti. Bu farzand qanaqa farzand? Haqiqiy musulmon, haqiqiy tarbiya topgan farzand shu-da edi. Keyin uzr dedim. Chunki men ichkarida onasi o'tirganini bilmadim-da. Uzr dedimda, ichkariga kirdimda, haligi taom yeyotgan bolalarga shuni darrov gapirib berdim. Hozir dedim, shu eshikning oldida bir jannatning kalitini qo'lga kiritgan bolalar turibdi dedim. Onasini duosini olish uchun mashinaning ichida o'tkazib bo'lsa ham onasiga choy, o'sha taomni beryaptiki, onajon yeng. Bitta yer yo yemar o'sha ona, lekin eng muhimi onaga bo'lgan mehr, e'tibor mana shundan iborat bo'ladi. Mana shu ish hammamiz qo'ldan keladi. Hammamiz qo'limizdan keladi. Shu uchun azizlar, ertaga ba'zi birlarimizga o'xshab havasmand bo'lib qolmaslik uchun tirikliklarda qilib qolaylik. Ular o'tib ketishadi. Agar biz o'tib ketmasak. O'tib ketganda ham ularni unutib qo'ymang.